Minamachasiga Spark ochaman degan do'stlarga arzon narxda Spark topib berdim. Birinchi Parisda Sparkimiz. Mashinamiz holatini ko'ryapsizlar, yaxshi holatda. Oladilar, minadilar deyapti. Qaranglar, mashinaning kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi mana shu qanotda deyaptilar, usti sepilgan deyapti. Keyin petnovchasi bor deyaptilar. Mashinada petnov bor deyaptilar. Keyin bu qanotda deyaptilar, mashinada petnov bor. Keyin orqa bagajdami, mashinadan petnovchasi bor deyaptilar. Qolgan joylari toza deyaptilar, ichiga o'tmagan deyaptilar. Mashinaning sostoyaniyasi yaxshi. Yiliga keladigan bo'lsa 2014-yil deyaptilar. Salonlarga keladigan bo'lsa, salonlar ham yaxshi holatda ekan. 166 ming yurgan ekan. Mashinamiz birinchi Parisda ekan. Eng qizig'i motorlari umuman ochilmagan deyapti. Orqasida temir metallargacha borganda, to'rtta yaxshi balonlarni qadab bergan ekan. Sostoyaniyasi yaxshi ekan. Bitta sizlarga aybini aytaman, aybi shoqi yo'q xolos. Bitta shoq qo'yib olsan, mashina yana ham ochiladi. Oldi ablisotkalarni ham cho'tga qilib berganlar. Narxga keladigan bo'lsa, narxini 4900 dedi. Oshtoq haridan sen arzon qilib bersan, bo'pti, siz obunasiz kelsa 4800 ga baraka qilib beraman deyapti. Pastki telefon nomerini qoldiraman. Kerakli ma'lumotlar uchun aloqaga chiqaversan. Mana shu videoda xuddi shunaqa birinchi Parisda Spark olaman degan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Obuna bo'lishni esdan chiqmang. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.